Gap yo'q, lekin Tielemans transferda yeb qo'ymaganimiz aniq edi. Men ishonardim. Rasmiy o'yinlarda ham xudo xolasa oqlaydi. Lekin men respekt. Tielemans Bruno tandemiga maza qildim, lekin baribir yarim himoyachi olinishi kerak. Mountni bugungi jarohatda United rahbariyatiga signal bo'lishi kerak. Manchester United transfermarkaz yopilguncha yarim himoyachi olishi shart. Olmasa bu mavsum katta ehtimol berib qo'yamiz, ishoninglar. Santos Maynu Tielemans qolib ketadi. Orqaroqda bizga o'sha pozitsiyaga 4 ta o'yinchi kerak. Ikkitasi asosiy tutsa, ikkitasi bari zaxirada bo'lib turishi kerak. Fletcherlarga ishonch yo'q. Fletcherlarga ishonmaydi. Bugungi o'yinni o'zi isbot. Darajani ko'rsatib qo'ydi PSG bilan o'yinda, shu yoshligini baribir bildirib qo'ydi. Bilmadim, Rubsevotdimi Darren Fletcher tomonidan, lekin ularni tinchgina akademiyaga qaytarib, ozgina o'zini ustida ishlatish kerak. Bunaqa o'yin bilan bilmadim. Sizlarning fikringiz qanaqa? Fletcherlar to'g'risida izohlar yozib keting. Umumiy fonda o'yin yomon bo'lmadi. Birinchi taymda Amat Mbemo bog'lami juda ham zo'r ishladi. Amatdan assist, Mbemodan hisob tenglashtiruvchi gol. Shunaqa vaziyatda Mbemo zo'r deb baribir nuqtani qo'ya oldi. Lekin to'p bilan harakat aynan shu golgacha so'kib o'tirdi, lekin goldan keyin boshqa o'yinchiga aylanib ketdi. Gap yo'q, lekin rasmiy o'yinlarda shunaqa o'yinni davom ettirsa, Mbemo yana shu eski formasini bemalol tiklay oladi. Ikkinchi taymda bo'lsa, shu hujumda resurslar yetishmasligi baribir bilindi. Hujumchimiz yo'qligi, o'ng qanotda Fletcher yuribdi, chapda Leys. Shu narsaga hayron qoldim. Leys chapga qaydi. Uni o'ynatib Fletcher chapda o'ynatib olgan ham yaxshi edi menimcha. Mayli, Zirkzee bo'lsa sal orqaroq o'ynadi. Shuni hisobiga hujumda bizga qanaqadir o'yinchi yetishmadi. Hujumchi ham ketmagan ekan, Zirkzeedan boshqa zaxirada umuman hujumchi yo'q ekan. Ya'ni ikkinchi taymda tushgan tarkibda. Sizlarning o'yin haqida fikringiz qanaqa? Izohlarda yozib ketinglar. Menga yoqdi. Tielemans bilan Bruno tandemiga maza qildim. Tielemans o'yinlariga to'g'risi harakatlariga maza qildim. Bekorga tajribali o'yinchi olinishi kerak demagan va shu transfer gaplarini isboti. Qo'llab-quvvatlashdan va kuzatishdan to'xtamaymiz. Come on United.